Farzingizni bilasizmi? Inson 30 yoshdan so'ng har 10 yilda 1-1,5 santimetrdan cho'kib boradi. Inson burni 10 mingga yaqin hidni ajrata oladi. Inson ko'zi 10 million xil turli ranglarni ajrata oladi. Sezgir ko'zlar oydin kechada 100 chaqirim narigi gugurt cho'pi yonganini ko'ra oladi. Xonadonimizda yonib turgan elektr lampochkasi bir soniyada 50 marta o'chib yonib pirpirab turadi. Bu g'oyat tezlikda sodir bo'lgani uchun uni ko'zimiz sezmaydi. Bir odam umri davomida o'rtacha 240 ming kilometr masofani bosib o'tadi. Tok urgan odamni boshiga 10 metr balandlikdan 6 tonna yukni tashlab yuborganchalik kuch ta'sir qiladi. Inson tanasidagi uglerod